Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun inshaalloh Qohirada o'tkazilayotgan kitoblar ko'rgazmasida Alloh muyassar qilib sotib olgan kitoblarimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Maqsad mana shunaqangi kitoblar borligi va bu kitoblar haqida ma'lumot berish va qiziqqan kuzatuvchilarga mana shu kitoblar haqida qisqa va lo'nda ma'lumot berishni niyat qilganman. Demak, birinchi kitobimiz bu men ko'p maqtayotganim Ahmad Iskandar, hozirgi kundagi tirik bo'lgan olim hisoblanadi, misrlik olim. Bu kishini bundan oldingi, demak, silsilaviy kitoblari bor. Ana shu kitoblarni qaysi yurmanda xulosasi desak ham bo'ladi. Bu 2 tomlik. Demak, birinchi bu kitobda asosan nima bor? Bundan oldingi etapdagi kayfa tutqinul ajur rumiyya, kayfa tutqinul nahv, kayfa tutqinul sarf, kayfa tutqinul balagha, kayfa tutqinul arud. Mana shu shaklda bu kishi kayfa tutqinul imla, mana shu shaklda kitoblar yozganlar. Bu asosan yozishga qaratilgan e'tiborini. Faqatgina yozishni o'zi emas, albatta nahv, sarf, balog'at va boshqa ma'lumotlarni ham e'tiborga oladi, lekin asosan o'zlarining aytishlari bo'yicha bu yaxshi o'rganilsa, talaffuz, ya'ni gaplashishga ham katta yordam beradigan kitob hisoblanadi. Lekin bu eng oxiri o'qiladi, o'zlarining tavsiyalariga binoan. Ikkinchi kitobimiz bu bizning yurtlarimizda mashhur bo'lgan Kafiya kitobi bor. Nahv fanida Ibn Hojib rahmatullohi alayhini kitoblari. Ana shu kitobni tushunishda katta yordam beradigan Hidayatun Nahv kitobi bor. Mana shu kitobni 2 tomlik sharhi qo'limga tushib qoldi. Buni olishim kerak degan xulosaga keldim, chunki biz buni talab ilmlarga o'qitamiz. O'zimiz ham qayta-qayta o'qiydigan kitobimiz. Mana shuni yaxshiroq tushunishimiz va boshqalarga yaxshiroq yetkazib berish uchun mana shu sharhdan foydalanishimiz kerak degan xulosaga keldim. Mana shuning uchun ham buni ham sotib oldim. Bu ham nahv faniga doir kitob hisoblanadi, 2 tomlik ekan. Keyingi kitobimiz balog'at ilmiga doir bo'lgan kitob. Bu yerda buni matni ham bor edi. Birinchi matnni aytsam, keyin sharhini tushuntirsam osonroq bo'ladi. Demak, Talxisul Miftah, balog'at ilmiga doir bo'lgan Miftahul Ulum degan bir kitob bor. Ana shu kitobni talxisi, bu aynan balog'at ilmini o'z ichiga olgan qismi hisoblanadi. Xatib al-Qazvini rahimahulloh tomonidan jamlangan kitob hisoblanadi. Va bu balog'atni 2-bosqichini oxiri yoki 3-bosqichni boshi deb hisoblasak ham bo'ladi. O'zim ustozlardan eshitgan xulosam. Juda ham ajoyib, juda ham ichidagi ma'lumotlari bemisl kitob hisoblanadi. Va aynan mana shu kitobni tushunishingizga yordam beradigan Idoh li talxis al-Miftah. Xuddi shu kitobning izohi. Bu ham demak Xatib al-Qazvini rahimahulloh tomonidan, o'zlari tomonidan yozilgan. Juda ham ajoyib. Ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu matnni 2 baravari sharhi hisoblanadi. Aynan mana shu matnni tushunishda bizga yordam beradigan kitob sharh hisoblanadi. Keyingi kitobimiz sarf faniga qiziqadiganlar bizning yurtlarimizda mashhur bo'lgan Tasriful Izzi yoki Tasrifuz Zanjani. Aynan mana shu kitobga yozilgan Alloma Taftazoniy tomonidan sharh yozilgan. Ana shu sharh va buni men o'zim hurmat qiladigan, darslarini deyarli qoldirmay ko'radigan Muhammad Zunnun hafizahulloh borlar. Mana shu kishi tomonidan tahqiq qilingan ekan. Biz buni ham talabalarga o'qitamiz va yanada yaxshiroq yetkazib berish uchun bu sharhni ham va aynan bu tahqiqini ko'rib chiqishni o'zimning vazifam sifatida qabul qilaman. Inshaalloh ko'rib chiqib bolalarga yanada yaxshiroq bu matnni yetkazib berishda niyat qilganman. Keyingisi Ibn Hojib rahmatullohi alayhni Shafiya matnlariga yozilgan sharh. Biz yurtlarimizda demak aynan mana bu Tasriful Izzidan keyin aslida Marohul Arvoh o'qitilishi kerak. Undan keyin Ibn Hojibni mana bu Shafiya asari va unga yozilgan sharhlar o'qitiladi. Mana shu sharhni o'qish asnosida matnni chuqurroq tushunishimiz uchun. Juda ham ajoyib sharh. Bu yerda demak 3 ta ish bor, matn bor, sharh bor va albatta tahqiq bor. Tahqiq ham juda ajoyib shaklda qilingan, nashrga zo'r chiroyli tayyorlangan ekan. Undan keyingi kitobimiz bu yana Alloma Taftazoniyni endi hoshiyalari, sharhi emas. Bu aynan hozir maqtaganim Kofiya kitobi. Kofiya kitobining Vafiya degan sharhi, Vafiya degan sharhiga Alloma Taftazoniy tomonidan yozilgan hoshiya. Va albatta buni Muhammad Zunnun tahqiq qilganlar. Bu yerda demak 4 ta ish bor desak ham bo'ladi. Demak, birinchisi Kofiya, ikkinchisi Vafiya sharhi, keyin Taftazoniyning hoshiyalari, so'ngra Muhammad Zunnun va u kishining sheriklari tomonidan qilingan tahqiq bor bu yerda. Undan keyingi kitobimiz arab uslubida Ajrumiyya va uning sharhlaridan keyin o'qitiladigan tartib bo'yicha Qatrun Nada kitobi turadi. Aynan mana shu Qatrun Nadani musanniflari Ibn Hojib tomonidan sharh yozilgan. O'sha sharhga
Allama Fishi tomonidan hoshiya yozilgan. Albatta bu kitobni ham Muhammad Zunnun hafizahulloh tahqiq qilgan ekanlar. Juda ajoyib. Albatta nahv ulamolari Shuzul Zahab bor, undan keyin Alfiya va Mughni Labib shaklida va undan keyin yana albatta o'rganishda bardavom bo'lish kerak. Tartib bo'yicha aynan Qoturun Nadadan keyin o'qiladigan Shuzul Zahab kitobi bor. Buni ham Ibn Hishom rahimahulloh o'zlari yozganlar. Unga o'zlari hoshiya sharh yozganlar. Yana Allama Fishini unga yozgan nimalari bor? Hoshiyalar bor. Va buni Muhammad Zunnun tahqiq qilganlar. Demak, bu yerda ham 4 ta ish bor. Birinchisi matn, keyin sharh, so'ngra hoshiya va bu kitoblarning hammasini tahqiq qilgan olimning ishi turibdi bu yerda. Tartib bo'yicha demak Qoturunada birinchi, keyin Shuzul Zahab kitobi o'qitiladi. Bundan keyin demak Alfiya va uning sharhlari, so'ngra Mughni Labibga o'tiladi biz bilgan tartibga ko'ra. Va yana nahv faniga doir bo'lgan biz yurtlarimizda ham mashhur bo'lgan Ad-Durus an-Nahwiyya kitobi 4 ta jamlanmasi. Bu kitob biz madrasada o'qib yurgan vaqtlarimizda rasmiy dars sifatida kiritilardi. Mana shu kitobni adashmasam shu kunga doir 5 xil yoki 6 xil nashrini ko'rdim. Eng yoqqan nashri shu bo'ldi. Dizayni chiroyli. Ikkinchidan tamrinlar va tamrinlar uchun alohida joy ajratilgani, bo'sh joylar qoldirilgani juda ajoyib va mashqlar juda ajoyib shaklda berilgan va taqsimotlar yoki tashjillar juda ham tushunarli shaklda berilgan. Ya'ni yangi o'qiyotgan talab ilmni demak aqlida ma'lumotlarni jamlab olishi uchun mana shunaqangi shakldagi kitoblardan foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Va bu kitob ham o'ziga yarasha shu kunga doir xizmatini qilib kelayotgan nahv kitoblardan biri hisoblanadi. So'ngra keyingi kitobimiz bu Risalatul Adab. Bu kitob men avval ko'rmagan ekanman. Odobul bahs degan bir ilm bor. Biz buni demak munozara odobi desak ham bo'ladi. Demak bu kitob o'z aslida bu fan sifatida Muhyiddin Abdulhamid tomonidan alohida bitta kitob shakliga keltirilgan. Undan oldin boshqa fanlarning ichida, boshqa kitoblarning ichida yoki muqaddimalarda bu tarqoq holatda bo'lgan bu ilm deyshadi. Bu bitta fan sifatida, bitta alohida kitob sifatida Muhyiddin Abdulhamid tomonidan nima qilingan edi, asos solingan edi. Bu kitobni ko'rdim va ichini varaqlab ko'rdim. Bu albatta o'qib chiqishim kerak degan xulosaga keldim. Albatta inshaalloh Alloh nasib qilsa bu kitobni ham o'qish niyatdamiz. Keyingi kitobimiz bu Xulasatu ilmil vada'. Bu arab tilining sho'balari bor, ya'ni bir nechta bo'limlari bor. Masalan, sarf, nahv, maoni, bayon, badiya. Bu yerda boshqa yana arud bor. Bu yerda yana adab bor, naqd bor misol uchun. Mana shulardan bittasi vada'. Vada' nima? Kalimaning ma'noga qo'yilishi. Nimaga aynan misol uchun yadun kalimasi mana bu a'zoni ifodalaydi degan bahs bor. Mana shu narsani bizga tushuntirib beradi. Bu bizga nega kerak? Nahv fanidagi tepadagi demak ma'lumotlarni yaxshi tushunishimiz uchun, balog'atni yanada yaxshiroq tushunishimiz uchun, xosatan majoz ilmlarini yaxshiroq tushunishimiz uchun bu juda ham zarur ilm hisoblanadi. Mana shuni yaxshiroq o'rganish uchun bu kitobni demak Alloma Yusuf ad-Dajawi yoki ad-Dijwi rahimahulloh tomonidan yozilgan kitob va buni tagida Risalatul Adudiyya degan bir risola bor. Uni ham matnini qo'shib qo'yishgan ekan. Bu matn bu yoqda bo'lgani bilan men buni aynan ataylatdan sharhini sotib oldim. Risalatul Adudiyyaning sharhi. Aynan bu ham ilmul vaza'ga aloqador. Hozir demak tartib bo'yicha Xulasatu ilmul vaza'ni birinchi o'qib olsak, keyin buni matnini va sharhini o'qiymiz. Risalatul Adudiyyani o'qiymiz. Bu ham ilmul vaza'ga demak aloqador bo'lgan kitob hisoblanadi. Va tagida hikmat yoki falsafa desak ham bo'ladi. Shuni boshlang'ich qismi al-ajnasul aliya deydi yoki al-maqulat deydi. Mana shu fanni boshlanishida o'qiladigan kitob. Ikkita demak fanga doir bo'lgan kitobni bitta shaklda jamlab chiqarishgan ekan va albatta buni ham Muhammad Zunnun tahqiq qilganlar. Keyingi kitobimiz bu hozirgina Ahmad Iskandar haqida gapirgan edim birinchi bo'lib. Ana shu oxirgi kitobidan oldin chiqqan kitoblardan biri bu Kayfa tutqinul arud. Arud bu o'zbek tilida ham bor. Arud qofiya deb ishlatiladi. Asosan arab tilidagi she'riyatni tushunishingizda yordam beradigan fan hisoblanadi. U yoqda ba'zi harflarda o'zgarishlar bo'ladi. Bu yoqda vaznlar bor. O'sha vaznlarni tushunishimiz kerak. Xuddi sarfda af'ala, fa'ala, fa'ala, istaf'ala deb kalimaning vaznini o'rganganimiz kabi she'rlarning vazni bo'ladi. Ana shu vaznni tushunishimiz, vaznning ichida bo'layotgan o'zgarishlarni fahmlashimiz uchun bu kitob juda ham chiroyli qo'llanma hisoblanadi. Keyingi kitobimiz bu demak aqidaga doir. Bizning yurtlarimizda uncha mashhur bo'lmasa-da, Maturidiy e'tiqodida demak o'qiladigan matn bor. Demak she'riy bayt desak ham bo'ladi. Bu demak al-Qasidatun Nuniyya.
va unga yozilgan sharh. Juda ham ajoyib sharh ekan. O'zi aslida matnni ko'rsangiz unaqangi ko'p emas. Hozir 104 ta nima bor? Bayt bor. 104 ta baytda demak Maturidiyya aqidasini qisqa va lo'nda qilib tushuntirib berganlar. Mana matn shu. Va mana shu matnni sharhlashga salkam 450 bet shorih tomonidan vaqt ajratilgan, xizmat qilingan. Mana shu matnni yaxshiroq tushunishga yordam beradigan sharh bo'lganligi uchun ham sotib oldik. O'zimizni, demak, aqidamizni yanada yaxshiroq, chiroyliroq tushunishimiz uchun. Keyingisi Dovul Maali. Bizning yurtlarimizda mashhur Badul Amali Sirojuddin Ushi, demak, rahimahulloh tomonidan yozilgan kitobning sharhi. Bu Dovul Maali Mulla Ali Qori hazratlari tomonidan yozilgan. Va bu kitobni madrasalarimizda haligacha o'qitiladi va aynan mana shu kitob asosida va buni ichidagi ba'zi o'zgartirishlar, qo'shimcha ma'lumotlar bilan boyitish orqali mahatda dars beradigan domlamiz E'tiqod durdonalari deya bir kitob nashr qilganlar. Bizni, demak, hamyurtlarimizga aqida faniga doir bo'lgan eng kerakli ma'lumotlarni jamlab berganlar. Aynan mana shu kitob asosida va albatta qo'shimcha ma'lumotlar bilan. Undan keyingi kitobimiz bu Aizatun Nashiin. Bu mutolaaga va ruhiy tarbiyaga, odobga doir bo'lgan ma'lumotlarni o'zida jamlagan. Bu kitob juda ham ajoyib kitob hisoblanadi. Lug'at e'tiboridan ham juda, demak, talab ilmni ancha boyitadi. Bu yoqda ko'rsangiz juda ham ajoyib, mana sabr, noumidlik, xavf, shijoat, sharaf, haybat va bu yoqda yana tajvid haqida ham boshqa ko'plab ma'lumotlarni, ya'ni inson hayotidagi har bir jabhani o'z ichiga qamarib oladigan eng kerakli tavsiyalarni o'zi kitobida musannif jamlab qo'yganlar. Va oxirgi kitobimiz bu aynan tolibi ilmlarga juda ham muhim hisoblanadi. Hazrat Imom G'azzoliy tomonlaridan Ayyuhal valad deya xitoban boshlanadigan nasihatlar jamlanmasi. O'zlarining shogirdlarini savoliga javob o'laroq yozganlar va Ibn Javziy rahimahullohning o'zlarining o'g'illariga aytgan tavsiyalarining jamlanmasi Lafzatul Kabat ila Nasihatil Walad kitobi. Ikkita kitob aslida bu yoqda o'zi hajmi kichkina bo'lganiga e'tibor qilmang. Bu yoqda juda ham hayot davomida talab ilm, xosatan bir musulmon odam bilishi kerak bo'lgan eng asosiy zarur ma'lumotlarni berib o'tganlar. Va bu kitobni o'qigan talab ilmni hayoti ancha o'zgaradi va ancha tizginiga tushib oladi. Mana shu kitoblarni sotib oldik. Bularning ichidan biz demak ba'zilarini o'qiganmiz, ba'zilarini hali o'qimaganmiz, ba'zilarini qayta o'qish yoki sharhidan foydalanish niyatida sotib oldik. Alloh o'zi bu kitoblardan chiroyli manfaatlanishni bizga nasib aylasin. Riyodan, ujubdan o'zi saqlasin. Maqsadimiz faqat mana shunaqangi kitoblar borligi, bu kitoblarni tahqiqlari, yangi nashrlari haqida o'quvchilarga yoki obunachilarga qiziqarli ma'lumot yetkazish va kimgadir kerak bo'lsa albatta mana shu kitoblarni Qohirada bo'lib o'tadigan har yili kitob ko'rgazmasi bor. Asosan yanvarning oxiri, fevral oyining boshlarida bo'ladi. Bemalol safar qilib yoki kelib yoki keladigan odamlar orqali sotib olsangiz, ilmingizni rivojiga katta, demak, xizmat qiladigan kitoblar hisoblanadi. Shular haqida qo'ldan kelgancha ma'lumot berishni niyat qilgan edim. Alloh azza va jalla chiroyli manfaat olishni hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.